Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, men bir mo'min bandaning yon tarafidagi bir dona tuk bo'lib qolishni orzu qilaman degan ekanlar. Shunday buyuk zotlar men hech kim emasman deyapti-da. Bir mo'minning bir tuki bo'lsam shuni orzu qilaman deyaptilar. Biz kimmizki o'zimizni o'zimiz maqtaymiz, o'zimizni boshqalardan ustun ko'ramiz. Salom berishni ham bir chiroyli bir o'rniga qo'yishni bilmaymiz. Yaqinda bir nikohga olib borishdi. Kuyov navkar kelar ekan, keyin kuyov bolalar chiqib nikohlashimiz kerak ekan. Endi shu turibmiz endi darvozaxonada. Chakmon kiygan bu 3-4 ta hoji akalar bor. Kuyov bolalar kirib kela boshladi, salom berib, 3 ta oxirida bir yigitcha endi yuzida sunnati bor. Iyak ko'tar